Buyraklar inson tanasidagi eng kam baholanadigan a'zolar. Kichkina, jim, ammo hayot uchun muhim. Har daqiqa ular deyarli 1 litr qonni filtrlaydi. Zaharlar, chiqindilar va ortiqcha suyuqlikni chiqarib yuboradi. Buni hech qaysi texnologiya to'liq takrorlay olmagan aniqlikda. Har bir buyrak ichida 1 millionga yaqin nefron bor. Ular tanaga keraklisini saqlab qoladi, keraksizini esa chiqarib yuboradi. Buyraklar doimiy ravishda qon bosimini nazorat qiladi. Ular qon tomirlarga qachon torayish, qachon bo'shash kerakligini aytadigan gormonlarni sozlaydi. Bu tizimsiz yurak xavfsiz ishlay olmaydi. Shuningdek, buyraklar qizil qon tanachalar ishlab chiqarilishini ham boshqaradi. Kislorod darajasi pasayganda yoki qon zaiflashganda suyak iligiga signal yuboradi. Bu jarayonlar kun bo'yi har lahzada jimjit tarzda amalga oshadi. Stress paytida suvni ushlab qoladi. Tinchlikda muvozanatni tiklaydi. Ular shunchaki filtr emas, ular muvozanat qo'riqchilari.